do'st. Yaxshimisiz? Mening ismim Tahir Mutalib Qohiri, men Germaniyaning Göttingen shahrida yashayman. Men bu yerda dadam Mutalib Sodiq Qohirning yaqin ahvoli haqida so'zlamoqchi. Bu videoni ishlashimdagi maqsad ikki maqsad bor. Birinchisi, dadamningki pensiya maoshi haqida. 2018-yil 11-22 Arka Osiyodagi Shuhrat O'sar apandimning xabariga asoslanishimizcha, dadamning pensiya maoshi 2018-10 birdan boshlab to'xtalib o'tibdi ekan. Ondan keyin bu pensiya maoshi asli keltirilganlik haqida men buni bilish uchun bu ahvolni shu 2020-yil 3-oyning boshlarida Jungo Kommunistik partiyasi Qashqar universiteti inson tekshirish komitetiga telefon qildim. Telefonda bir Hanzo amalda menga dadamning maoshining taqsh asli keltirilganligi va uni asli keltirganligini aytdi. Lekin hozirgacha bu yangi usur yo'q. Bu Jungoningki pensiya maosh qonuniga asoslanganda turmush sirtida kechikib ijro qiladigan mahbuslarning pensiya maoshi agar shular pensiyada bo'lsa, pensiya maoshi berilish lozim ekan. Shuning uchun shu o'zining qonunlariga, Jungo hukumati o'zining qonunlariga amal qilib, dadamning 2018-10 birdan tortib to'xtatilgan barliq pensiya maoshini to'liqlab berishni ham hozirdan boshlab har oyda pensiya maoshini berishni va dadamning yashashini moddiy jihatdan kafolat qilishini umid qilaman va bu dadamning bu huquqi haqida dunyoda jiqalarga dedim, ham hukumatlarga bu to'g'risida ma'lumot yo'lladim. İkinci biri şu mening ko'zishimga asoslanganda dadam 2019-yil 3-oyning 1-kuni qonunsiz tutqunlikdan uyga qaytarilgandan keyin mening ko'zishimcha dadam nazarband ostida yashayapti. Bundaq deyishimdek sabab bir yildan buyon ikki hafta bir qatim qisqa telefon suhbatimda sen nerede desam men uyda yoki maktabchi binoning atrof uyning oldida deydi, boshqa bir yerga borganning haqida gap yo'q. Ondan u 2017-yildan burun biz telefon ko'rishalaydigan vaqtlarimizda dadam har hafta oxirida bizning yurtimiz bo'lgan Qashqar shahrining 50 kilometr atrofiga joylashgan Kusanbo'yga har hafta oxirida boradi va u yerda hafta oxirini o'tkazdi va oylab u yerda turdi. O bir yıldan buyon men undaq ahvolni bayqamadim, menga undaq demedi. Gerçi öydikilar men o'zining nazarband ostida yashayotganligini demagan bo'lsa-mu, men shuni jazmlashdimki, dadam bir yildan buyon nazarband ostida yashab o'tibdi. Bu yil 2-oyda sud ishlab, u jazolanib bo'lgan ekan, qonunsiz jazolanib bo'lgan ekan, hamda dadamningki normal harakat qilishiga, kim degan Qashqar shahrida va Kusanbo'yda o'zining kunlarini, oxirgi umrini xotirjam o'tkazishini umid qilaman va Qashqar universiteti partikom va ma'muriyatidan dadamning pensiya maoshi va hozirgi shu xususiy shaxsiy erkinlikni kafolat qilishni kuchli talab qilaman. Agar undaq bo'lmasa, bu masala bir shaxsning huquqining daxl-tartibga uchrashi bo'ldi. Bu haqda kishilik tashkilotlari va g'arbning ba'zi hukumatlarga bu haqdagi ishlarni yo'llayman. Ko'p rahmat.